Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21 may 2026-yil. Bu darsimiz 7-darsimiz. Mani ismim Shohjahon, familiyam Eshnyazov. Oxirgi 6-darsimiz 19-may bo'lgan edi. 2026-yil. Bugun 21-may 2026-yil 7-darsimiz. Xo'p, agar hammani esda bo'lsa, o'tgan darslarimizda bizda bor edi taxminiy eng yuqori talab 4972, taxminiy eng yuqori taklif 4427 va reaksiya oladigan narx, ya'ni talabgor ham taklif ham rozi bo'lib beradigan narx 4699 u 19 yil. Verguldagi narx har xil. Verguldan keyingi ikkita narx o'zgarishi mumkin. U birga anaqa endi pagoda bermaydi. Xo'p, ko'rib turganimizdek, yuqori taklif narxiga qarab kelyapti bozor. Harakat qilgan, 1 2 3 4 5 marta harakat qildi. 53 dan yana qaytgan. Endi biz hozir 7-darsda nimani o'tamiz? E'tibor qilinglar. Agar bilsanglar, hamma darsda mana shu 14-maydan 30-maygacha hisob-kitobimiz bor edi. O'sha hisob-kitobni o'chirmayman agar sezgan bo'lsanglar. Yuqori taklifi ham turibdi, yuqori talabi ham turibdi, reaksiya oladigan narx ham turibdi. Qolgan любой narsani o'chirsam ham mana shuni o'chirmayapman. Mana bu vertikal liniya qo'yib qo'yganman sizlarga ko'rinish uchun bu. Va bu mana 30-maygacha. Alhamdulillah. O'zi H4 da ko'rsatib bera qoling mana. 30-may, 14-may. Xo'p, bu qiymatlar sizlarga ko'rinish uchun narxda belgilangan. Shuni unutib qo'ymanglar iltimos. Xo'p, endi davom etamiz. Xohlanglar H1 ga, xohlanglar M30 ga. Endi M30 sizlarga bo'ldi. Menimcha удобный deb o'ylayman yoki H1 mi? Ну, может, H1. H1. Xo'p, endi qaranglar. Bizga nima kerak bo'ladi bu yerda? Hozir bugungi sana 21-may soat 12:00. O'ttisi plus 0 bo'yicha 12:44 bo'lyapti endi hozir aniq qo'yganimda 12:00 21-may. 9-10 kundan keyin anaqamiz tugaydi, analizimiz tugaydi. Biz boshqa analizga o'tamiz. Ya'ni dальше analiz qilib qo'yamiz 10-15 kunlik. Xo'p, endi nima sababdan bizda 4699 va 4427 qoldi qaranglar. 99 ayiraman. Verguldan keyin sonni yozmayapman, sezgan bo'lsanglar, o'shaning uchun $1, $2 raznica bo'lishi mumkin. Buni ham tushuntirib ketaman hozir. 4427. $172 bo'lyapti. Reaksiya oladigan narximiz bilan eng yuqori taklif oralig'idagi narx anaqasi $272 bo'lyapti. Endi hop $272 bo'layotgan bo'lsa, bu bizga nima beradi qaranglar. Buni biz bo'lamiz 9 kunga. 9 ga bo'lamiz. $30 u 22 sent chiqayapti. $30 u 22 sent chiqayapti. Endi $30 u 22 sentni siz o'ylashingiz mumkin, biz mana reaksiya bilan yuqori taklif oralig'idagi narxga qiymatlarni belgilaymiz deb. Yo'q, unaqa qilmaymiz. Bu yerda endi qanaqa ishlatiladi bu narsa, e'tibor qilinglar. 4972 15 ayrimi 30 u 22. 4941. 4941. Mana endi qarang. 42 41. X. Qaranglar, endi bu chiqqan narxdan uzr 4941 u 93 dan ayiraman yana 30 u 22 ni. 4911 u 71 chiqdi. 4911 u 71.
11 410 ga qo'yib qoldik. 11. Virguldan keyingi soni endi plyus minus o'zgarish bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunamiz? Hop, endi 4911 dan 4911 4911 dan ayiramiz 30 ni 4881. 4881 fix qo'yisizlar ko'rinadi bo'lsin. 4881. Endi 4881 dan ayiramiz 3022 ni 4850. 4850. 4850. Endi 4850 u 78 dan ayiramiz 3022 ni $30.22. 4820. 4820. 4820. Hop, 4820 yu 56 dan ayiraman 30.22 ni 4790. 34. 4790. 4790. Endi 4790 dan 34 dan ayiramiz $30.22. $30.22. 4760. 4760. 4760. Sezgan bo'lsanglar, hamma chiqayotgan narxda $30.22 ga ayirib chiqyapman. 4760 shu 22 dan ayiramiz $30.22. 4730. 4730. Hop, shu bilan bu oxirgisi bo'ldi. Ayirganimiz bo'ldi. 4709 dan 4000 ga qo'shish kerak ekan. 4730 dan 30 ayirmaymiz. Chunki sababi nimaga? Reaksiya oladigan narximizga yaqin keldik. 30 ayirsak 4700 chiqadi. Reaksiya oladigan narximiz o'zi 4699 bo'lib turibdi. Ya'ni talab bilan taklif rozi bo'lgan narx shu bo'lib turibdi hozircha. Endi hop, biz endi nimani hisoblaymiz? Qaranglar. Hammani esida boshida hisoblaganimiz qaranglar, 4619 dan reaksiya oladigan narxdan eng yuqori taklifni ayirdik va chiqqan sonni bugun 21-may bo'lgani uchun 9 kunga bo'ldik. 9 kunga bo'lganimizda $30.22 chiqdi. $30.22 ni biz eng yuqori talabdan reaksiya oladigan narxgacha ayirib keldik. Endi e'tibor qilinglar. 4792.15 ayiraman 4699 teng 93.15. Endi 93.15 da bo'laman 9 ga. $10.35 chiqyapti. $10.35 chiqyapti. Yuqori talabimiz bilan reaksiya oladigan narximiz o'rtasidagi qiymat. Endi biz boya yuqori talabdan ayirib kelgan edik. Reaksiya oladigan narxgacha. Endi $10.35 ni biz endi yuqori taklifga qo'shib boramiz reaksiya oladigan narximizga. Bu qanday bo'ladi? 4427 qo'shaman $10.22. 4437.22. 4437.22. 4437. Mana endi. Shundoqman M30 ga qo'ya qolayda. Sizlarga udobniroq ko'rinadi, mana o'zimga.
4.437.22. Hop, X qildim. 4.437 ga, $22 ga qo'shaman, $10 $22 dan. 4.447 yu 44. 47. Hop, bu yerda 10 u 22 ni shundoq qo'shib ketsak ham bo'ladi. Misol, 47 ga, 4.447 yu, 4.447 yu 44 ga qo'shaman $10.22 teng. 4.457. 57 yu 66. 4.457 yu 66. Hop, avtomatik kalkulyatorsiz ham $10.22 qo'yib ketsak bo'ladi. Где-то. Uni ham hisoblab ketaveraylik. Soniya bo'lsin. 4.457 yu 66 ga qo'shamiz $10.22 dan. 4.467 yu 88 chiqyapti. 4.467 yu 88. 4.467 yu 88 ga qo'shaman $10.22 dan. 4.478 u 1 chiqdi. 4.478 u 1 chiqdi. 78 u 1. Endi davom etamiz. 4.478 u 1 ga qo'shamiz $10.22 dan. 4.488 u 32. 4.488 u 32. 88 qani endi. 4.488 u 32 ga qo'shamiz $10.22. 4.498 u 54. 4.498 u 54. 4.498 u 54. 4.498 u 54 bo'lyapti. 4.498 u 54 ga qo'shaman $10.22 dan. 4.576 bo'ladi. 4.508 u 76. 4.508 ga, 4.508 u 76 ga qo'shaman $10.22. Uzr. $10.22. 4.518 u 98 bo'ladi. 4.518 u 98. 4.518. 18. Hop. 4.518 u 98 ga qo'shamiz $10.22 dan. 4.529 u 4.529. Qanday 29 imiz? 29. Men любой rangni belgilab ketyapman, чтобы sizlarga mana bu qiymati ko'rinsin deb turibman. Bu narxi bu emas, mana bu narxi ko'rinsin. Endi hamma grafikka qarayku bizda. Hop, 4.520
$9'ga qo'shamiz $10.22. 4539 qirikka 4539 4539 4539 ga 4539 46 ga 42 ga uzr qo'shamiz $10.22 teng. 4549 qani endi to'rt hop endi 4549 ga qo'shaman $10.22. 4559 86 59 4559 86 ga qo'shaman $10.22. 4570 08 4570 08 hop endi 4570 ga 08 ga qo'shaman $10.22. 4580 30 sent 4580 30 4580 80 endi 4580 chiqdi. Hop, bunga qo'shamiz 4580 ga qo'shamiz $10.22. 4590 52 4590 52 4590 52 ga 4590 52 ga qo'shamiz $10.22. Qo'shganimizda 4600 chiqdi. 4670 4600 faqat yashilib qoldi qarasam, ko'z olib qolmasin, ko'kam qiling. 4600 yo'q, to'xtanglar, ko'p sakrashib ketar ekan bu. Yashil bo'lsa 4600 unda 4600 ga turibdi. 4600 hop 4600 hop 4600 ga 4674 ga qo'shamiz $10.22. 4610 4610 4610 ga 4610 96 ga qo'shaman $10.22. 4621 18 4621 18 4621 18 ga qo'shaman $10.22. 4631 4
4.631 to'rtga qo'shaman 10 u 22ni. 4.641 62. 4.641 62. Qo'rqaman 4.641 62ga qo'shamiz $10.22. 4.651 84. 4.651 84. Belgili sal manatda belgilayotgan narxda o'zgarish bo'lishi mumkin. U manatni o'zgartiramiz. 4.651 qo'shamiz $10.22. 4.662.06. 4.662.06. Yashil. 4.662.06ga 06ga qo'shamiz $10.22. 4.672.28. 4.672.28. 72. 72. Hop, endi 4.672.28ga qo'shaman $10.22. 4.682.5. 682.5. Hop, oralig'ida qoldirdim men. $10 chunki qiladigan bo'lsam hozir nima deydi, reaksiya oladigan narxga pastga kelib qoldik. Xudoga shukr, hisob-kitob tugadi ham, tugamaydi deb o'yladim. Hop, erinmasdan hisoblab chiqdim. Ketayotgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Endi tasvirga o'tkazamiz. Bu nimaga bunaqa hisoblandi deyishinglar mumkin. Nima sababdan bunaqa hisoblandi? Esinglarda bo'lsa davomi degan edim. Bizda hamma dars bir-biriga bog'langan, bir-birining davomi, bir-birini to'ldirib ketadi. Qaranglar, bu nimaga bunaqa hisoblanyapti, e'tibor qilinglar. M15. Bu narsani biz 14-may kuni qilsak ham bo'lardi. Lekin nimaga 14-may kuni qilmadik biz buni? 14-may kuni qilganimizda, mana shu hamma hisob-kitob qilib bo'lganimizda orasidagi raznica bilan bizda aniq bo'lardi. Nima deydi? Talabimiz ham, taklifimiz ham. Talabimiz ham, taklifimiz ham aniq bo'lardi. Ya'ni nimasi aniq bo'lardi talab bilan taklif? Agar kim biladi, kim bilmaydi, aniq bilasizlarmi? Ko'pchilik zona deydi, boshqa deydi, qashqa deydi. Narxlarni bo'lib chiqadi-ku, mana shunaqa grafikda boshqa qilib. Aslida endi bu mani tushuncham. Narxlar o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi bizani bozorda. Hozir sezgan bo'lsanglar, agar sezgan bo'lsanglar, mana hamma hisob-kitob sekinlashtirib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma hisob-kitobni sekinlashtirib, muammosiz ko'rsanglar bo'ladi o'zinglar. Videoda ham, boshqa anaqada ham. Hop, biz birinchi agar sezgan bo'lsanglar, taklif bilan reaksiya orasidagi narxni topib oldikda, uni ayirib chiqdik yuqori talabdan. Yuqori talab bilan reaksiya orasidagi narxni qo'shdikda biz, ayirdikda uni sonni biz qo'shib chiqdik yuqori taklifga. Ko'zgusimon, ya'ni nima deydi, zerkalniy отражение deymizmi, обратное отражение deymizmi, shunaqa bo'ladi. Bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin biz? Bu yerda mana misol uchun
Bu yerda sizlarga faqat narx kerak bo'ladi. Narx kerak bo'ladi. Ключевой narxlar borda. Ключевой narxlar bor. Ключевой narx bizga $10.22 bo'lib berdi reaksiya o'sha reaksiya narxidan keyin. Sel uchun. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar. Buy uchun boshqacha chiqdi mana bu yerda hisobladik. $30 $30 chiqdi. $30 qanchayam chiqdi. Endi bu bizga nima qilib beradi? Shuncha o'tirib hozir erinmasdan hisoblab chiqdim. Sizlar ham erinmasdan hisoblaysizlar degan umiddaman. Bu bizga nima qilib beradi? Bu bizga qiymatni beradi. Bizga mana bu narxlar kerak. Bizga mana bu switchasi aslida kerak emas. Men sizlarga tushunarli bo'lsin deb majburman liniya qo'yib beryapman. Ya'ni biz bu yerda nimani aniqlashligimiz mumkin? E'tibor qilinglar. Men yashil qilganim bu degani buy degani emas yoki sell degani emas. Men просто sizlarga ko'rinarli bo'lsin deb qo'ydim. Endi ko'pchilik entry boshqa anaqa hamma narxlarda so'rashib. Qarang, nom bilan o'zi aytib turibman. Yuqori talab, yuqori taklif. Nom bilan aytib turibman. Taxminiy eng yuqori talab, taxminiy eng yuqori taklif, reaksiya oladigan narx. Reaksiya oladigan narxdan mana reaksiya oladigan narxni 4.9 belgilaganmiz biz 14-may kuni esinglarda bo'lsa. Xo'p, bozor tushyapti, ya'ni qiymat arzonlashyapti. Qiymat arzonlashgan sari ham bizda $10.22 deb belgilanyapti. Har $10.22 dan sekin qiymat arzonlashib oxiriga kelganda 4454 anaqasida nima deydi qiymatda yana o'zini bozor tiklab, hozir yana bir ko'tarilib, qiymat oshib yana tushmoqda. Xo'p, bu tepaga ham yurishi mumkin edi, narx balandroq ham bo'lishi mumkin edi. Undan keyin tushishi ham mumkin edi. Endi bularni qanday ishlatasizlar? Global muammo, global savol hammaga ko'pchilik. Lekin juda ko'pchilik ishlatyapti. Omadinglarni bersin. Faqat iltimos demoda ishlatinglar, realda emas. Birinchi o'zingizga moslab o'rganib olinglar. Qaranglar, hamma hisob kitobimizga sezgan bo'lsanglar, fakt, mantiq borda. Yuqori taklif ichidan siz buy qidirasiz. Yuqori talab ichidan siz sell qidirasiz doim. Bu shunaqa. Обратный сторонasini qidirasiz doim. Xo'p, to'g'ri. Yuqori taklifimizdan ham qiymat o'tib ketishi mumkin. Xo'p, unda nima qilamiz? Taxminiy yuqori taklifdan o'tib ketadigan bo'lsa, hisob kitobimizni boshqatdan qilamiz. O'shanda boshqatdan yuqori talabimiz chiqadi, yuqori taklifimiz chiqadi. Agar buziladigan bo'lsa hisob kitobimiz.